Atirgullar ochdi chiroy, atirgullar ochdi chiroy, qara ko'shku billur saroy. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy, azizim sen mening azizim. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy, azizim sen mening azizim. Atirgullar ochdi chiroy, atirgullar ochdi chiroy, qara ko'shku billur saroy. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy, azizim sen mening azizim. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy, azizim sen mening azizim. Layli yuzi menga bekor, Majnun so'zi menga bekor. Shirin so'zi menga bekor, Farhod ko'zi menga bekor. Yulduzlar ichra tanhoy, Yulduzlar ichra tanhoy, azizim sen mening azizim. Yulduzlar ichra tanhoy, yulduzlar ichra tanhoy, azizim sen mening azizim. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum Umidi Dunyo kanalining aziz kuzatuvchilari. Bugun qishlog'imizda bir yangi ish bilan shug'ullanadigan Abdulla akamizni ishlarini ko'rib, havas qilib keldik. Shuning uchun Abdulla akamni hozir o'zlari shug'ullanadigan gulchilik bilan biz siz azizlarni ozmoz bo'lsa ham tanishtirib o'tadilar. Assalomu alaykum Abdulla aka, yaxshimisiz? Ishlardan charchamayapsizmi aka? Rahmat. Aka, endi mana shu o'zingiz o'stiradigan gullarni navlar qanday yetishtirish bo'yicha o'sha to'g'risi ozgina yurtdoshlarimizga, ham qishloqlarimizga ozgina ma'lumot berib o'tsangiz aka. Yaxshi uka. Atirgul mana biz olib kelib, Namatay urug'da ekib, 24-yili fevral oyida ekkanmiz. Chiqarib qarab, 25-yili, 24-yili avgust oyining oxirlari, sentyabr oyining ichida payvand qilganmiz. Payvandning общий soni o'shanda 120 ming dona hisoblangan. Endi hozir pateriya bo'ladi, hozir masalan haydov jarayon, chopish jarayonlarda. Undan chiqib ketib, hozir gullarni pashta 25-yil, mana o'sha oktyabrga o'tyapmiz, sentyabr tugab. Noyabr oyining oxirlariga yoki 15-20larga o'sha tovar tayyor ko'chiruvga tayyorlanadi. Qishdan ko'chirib yoki ko'mib tayyorlab qo'yamiz bahorga yoki sotilib ketadi sirasi. Demak, bu yerda navlar ko'proq ekspert, zamonaviy navlar ekan. Hammasi Andijon Chinoboddan olib kelganmiz, Nurizamin firmasidan. Ular o'ta zamonaviy navlar, o'ta yangi gullar, oddiy gul emas, hammasi bu Yevropani, Angliya, Yevropadan kelgan gullar hammasi, Fransiyaniki bor, Germaniyaniki bor, Angliyaning gullari bor, hammasi hidi bor, g'uncha gullar. Toza. Gullashi ham chiroyli, Gullashi ham chiroyli. yoqimli gullar. Abdulla aka. Abdulla aka. Mana shu gullaringizda masalan biron sizni ishingizni ko'rib qiziqadigan odam chiqadi bar ichimizdan, oramizdan. Mabodo bironta odam kelib sizdan o'rganmoqchi bo'lsa, demak yordam berak, yo'l yo'riq ko'rsatmalarni berasiz, to'g'rimi? Yoshlarimiz yoki har qanday qiziquvchi odam bo'lsa kelsa, maslahat bizdan ayolmaydi, kelsa bemalol o'rgatamiz. Xudo xolasa mana shu yerda yuribmiz. Kimga qiziqish katta bo'lsa kelib o'rganish mumkin. Men xohlagan vaqtda kelib aytishadi, o'zim kelib o'rgatib, tushuntirib, buni shug'ullansa bo'ladi. Pромышленный usulda qilsa ham bo'ladi. Bu narsa haligi masalan dehqonchilik, yaxshi dehqonchilik bu ham. To'g'ri. Kirgan odam chiqa olmaydi orqaga. Demakki, bu shunaqa o'ziga tortuvchi narsa. Ham daromadi o'zgacha bor, ham qiziqib ishlaysiz. Buni gulda juda ko'p narsalar bor. Hozir hammasini aytib bermaymiz. To'g'ri. Bu o'ta dorivor narsa hisoblanadi. To'g'rimi? Buni namatagi ham dori, tomiri ham dori, guli ham dori, baki ham dori kerak bo'lsa, shunaqa katta narsa bu. Hali oddiy uyga ekib qo'ysangiz ham tinchlik, baraka degandek gap. Baxtli ochilib turadi, ko'rgan sari. Albatta. Go'zallik. Abdulla aka, bu ozgina qisqa suhbatingiz uchun katta rahmat. Lekin xudo xolasa, ishlaringiz hozir juda ham katta bir ko'rdik, bog'laringizni hal qilaman degan ishlar, rejalaringizni eshitdim. Ishlaringizni xudo xolasa kengroq yoritamiz, xudo xolasa elimizga, ham qishloqlarimizga
bir tajriba, sinov, bir nima deydi, bir yordam